Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Barchangizga mana shu oylarning eng muborak oyi, oylarning sultoni Ramazon oyi muborak bo'lsin. Barchangizga mana shu tutayotgan ro'zalaringizda, qilayotgan ibodatlaringizda kuch-quvvat, sabr-toqat tilayman. Xudo xolasa bugun sizlarga bir manfaatli bo'lsin degan maqsadda YouTube'da zarur bo'ladigan, misol uchun YouTube sohasidan ishlayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun kerakli bo'ladigan maslahatlardan 5 tasini ko'rib o'tamiz. Eng avvalo aytib o'tmoqchiman, mana meni kanalim, mana bu kanal biror bir moddiy maqsad orqasida qurilmagan, faqatgina mana shu o'zimni ilmimni siz azizlar bilan ulashib, sizlarga qo'limdan kelgancha yordam yetsa, mana shuni o'zi bizga katta baxt hisoblanadi. Menga umuman o'zi shogird degan narsa kerak emas, shogird olish maqsadida ochmaganman kanalni. Lekin haqiqiy bir nima deydi, dunyo qarashimiz, o'sha bir-birimizga moslik dedik, o'sha fikrlashimiz mos keladigan bo'lsa, bir ikkita bolalarni olyapmiz, Xudoga shukr. Mana o'tgan oyda bitta shogirdimiz noyabrda menga shogird bo'lgan edi. U bola yangi Cobalt mashinasi sotib oldi. Ancha xursandmiz, Xudoga shukr. Shu insonlarga foydamiz tegayotganidan. Shuning uchun hozirda juda ham YouTube bo'yicha o'rgatadiganlar, YouTube bo'yicha ishlayotganlar ko'payib ketdi. Albatta boriga shukr, shu insonlar ko'p bo'lsa raqobat bo'ladi. Raqobat bo'lgandan keyin albatta nima bo'ladi? O'sish bo'ladi. O'zini misol uchun qo'lidan hech narsa kelmay o'rgatayotganlar ham bor. O'zi yaxshi pul topib birovga o'rgatmay yurganlar ham bor. O'zi ham yaxshi pul topadi, lekin boshqalarga ham o'rgatayotganlar ham bor. Albatta bularni to'g'ri tanlash, to'g'ri tanlab shogird bo'lish, to'g'ri tanlab ustoz olish har bir insonni o'zini tanlovi, o'ziga bog'liq. Ko'rish kerak, o'sha inson sizga ustozlik qilmoqchi bo'lgan inson natijaga erishganmi, nimalar qilgan, qanaqa YouTube'da ilmi bor, sizga qanaqa natija bera oladi. Mana shulardan keyin albatta o'zingizga chiroyli bir ustoz tanlasangiz bo'ladi. Bugungi bermoqchi bo'lgan maslahatlarim shuki, zarur maslahatlar. Eng avvalo nisha tanlash. Nisha tanlash bundan 5-6 yil oldin ham o'sha muammo edi, hozir ham o'sha muammo. Qanaqa nisha tanlasam ekan degan savol hammani qiynaydi. Toki bir yo'lga tushib olguncha. Keyin yo'lga tushib olgandan keyin o'zi biladi qanaqa nisha tanlash kerak, qayerdan tanlanadi, qanday tanlanadi, qachon to'g'rini tanladi, qachon noto'g'ri bo'ladi. Mana shu tanlovlarni qaror qiladigan darajaga yetib keladi. Nisha tanlashda eng avvalo men aytadigan narsam, yengil nisha, ko'p tarqalib ketgan nishalar, ommabop bo'lib ketgan nishalarga osilmang. Bular orqasidan natija qila olmaysiz. Juda ham ko'p odamlar misol uchun shu xatoni orqasidan yuribdi. Menga yozishyapti, qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Qo'limdan kelmaganiga to'g'ri tushuntiryapman. Chunki men ham hammani misol uchun kanalni ko'rib berib, uni to'g'ri yo'nalishga burib yuborishga vaqtim yetmaydi. O'zim ishlarim juda ko'p bo'lganligi uchun, shuning uchun. Lekin qo'ldan kelgancha maslahatlar beryapmiz. Ommabop bo'lib ketgan nishalardan tanlamaslik kerak. Nisha tanlaganda qiyinroq, iloji boricha sun'iy intellektlarga osilmasdan, sun'iy intellektlarga hozir hamma juda ham ko'p odam sun'iy intellektlarga yopishib ketdi. Sun'iy intellektga yopishmang. Imkon qadar inson omili bilan bo'ladigan nishalardan tanlash kerak. Mana shu nishalarni kelajagi zo'r. Mana shu nishalar sizga katta daromad keltiradi. Mana shu nishalar sizga uzoq muddat ishlaydi. Yengil, oson, tez degan narsaga uchmaslik kerak. Bu sizni muvaffaqiyatsizlik, buni orqasida sizda muvaffaqiyatsizlik kutib turadi. Ishlayingiz o'xshamaydi, natija qila olmaysiz. Mana shu narsalar. Demak, nisha tanlaganda inson omiliga ko'proq bog'liq bo'lgan, sun'iy intellektlardan foydalanilmagan, insonlarga foydali, yaxshi nishalardan tanlash kerak bo'ladi. Mehnat ko'p bo'lsa ham. Ikkinchi maslahat bu videoni to'liq to'ldirish. Bu narsa ham juda ham ko'pchilikda xato bo'lyapti. Nima qiladi? 30 ta tag yozadi, 30 ta hashtag yozadi. Nimalarnidir bu narsalar kerak emas. 7 ta 8 ta hashtag video opisaniyasida
Va tegda 7 ta teg, 8 ta teg bo'ldi, yetarli mana shu. Qolgani hammasi sizga minusga ishlaydi. Demak, 7 ta 8 ta hashtag, 7 ta yoki 8 ta pastda asosiy teglar. Channel tag, video tag. Bo'ldi, yetadi. Kanalni o'zida ham 7 ta 8 ta teglar yetarli. U 70 ta 80 ta bo'ldi, 50 ta bo'ldi degani bu siz kanalingiz zo'r uchib ketadi degani emas. O'sha narsani zo'ridan yaxshisidan 6 ta 7 ta bo'ldi yetarli. Mana shuni o'zi yetarli. Kami 5 ta, ko'pi 8 ta bo'ldi yetarli mana shu. Keyin описание yozishlik. Ko'pchilik videoda описание yozmaydi. Описание yozishda Google Translate bor, kirasiz, o'zbekchasini yozasiz, u inglizchaga o'girib beradi, inglizchasini olib turib qo'yasiz. Описание nimadan iborat desangiz, o'sha videoingizni boshidan oxirigacha nima qatnashgan bo'lsa, hammasini yozasiz. Erinmaslik kerak, YouTube'da erinmaslik kerak. Natija qilmoqchimisiz? Yaxshi ko'rsatish qilmoqchimisiz? Bo'ldi, erinmaysiz. Erinmasdan chiroyli qilib turib to'ldirish kerak bo'ladi. Chiroyli qilib to'ldirish kerak. Previewlar ishlaganda juda ham idealni bo'lish kerak. Clickable deydi. O'sha ko'rgan odam o'sha previewni ko'rgandan sirasi bosib kirib videozni ko'rish kerak. Clickableness yuqori bo'lish kerak. Videoni to'liq to'ldirish bo'yicha maslahat mana shu. Sabrga keldik mana. Juda ham ko'pchilik nisha tanlaydi. Asosan ommabop bo'lib ketgan nishalarni tanlaydi. Buni ko'pchilik biladi. Men nom sanab o'tirishim shart emas. O'shan tanlaydida keyin bir oydan keyin yozadi. Natija bo'lmayapti deydi. Nima birinchidan yo'nalish yaxshi emas. Ikkinchidan yaxshi yo'nalish tanlagan bilan ham bir oyda natija qilib bo'lmaydi. Yaxshi yo'nalish tanlab, chiroyli mehnat qilib va eng ko'pi sabr kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa siz 3 oygacha, 4 oygacha, 6 oygacha sabr qilishingiz to'g'ri kelishi mumkin. Misol uchun aytaylik, 6 oy sabr qildingizda 7-oydan $1000 topishni boshladingiz. $1000 har oy $1000 kelyapti. Idealniy narsa bu. Juda ham idealniy narsa. Yoki bo'lmasam shunaqangi agar siz YouTube'ni yaxshi biladigan bo'lsangiz, tezroq natijaga chiqishingiz mumkin. Lekin YouTube'ni yaxshi bilmaysizmi, boshqa qilmaysizmi? Demak, sizda nima? Yaxshi yo'nalish bilan sabr. Bo'lmaydigan ishni qilib turib sabr qilgandan foyda yo'q. U natija bermaydi. Yaxshi yo'nalish, yaxshi ilm va sabr. Sabr ham ko'pchilik gohida nima? Ko'pchiligimizga yetmay qoladi. Shoshib qo'yamiz, bo'ldi, hafsalam pir bo'ldi, meni bu borada omadim yo'q ekan, YouTube'dan men daromad qila olmas ekanman deb turib, yo'q. Albatta, har bir inson harakat qilsa, natija qila oladi. Keyingisi bu taktika. Albatta siz YouTube'ga kirdingiz, yo'nalish tanladingiz, videoni qo'ydingiz, описание yozdingiz, teglar yozdingiz, kanal ochdingiz, bo'ldi, ketdi degani emas. Bu ketdi. Unaqa bo'lganda hamma o'zi $1000 topgan bo'lardi. YouTube'ni o'ziga yarasha sirlari bor. YouTube'ni o'ziga yarasha taktikasi bor. YouTube'ni o'ziga yarasha ilmi bor. Kam holatda, misol uchun 100 tadan 2 ta, 3 ta holatda shunaqa bo'ladi. Yo'nalish tanlaydi, kanalni ochadi, video qo'yadi, ketib qoladi. Lekin 97% holatda, 95% holatda bu narsa ishlamaydi. Sizga YouTube ilmi kerak bo'ladi. YouTube taktikasini bilishingiz kerak bo'ladi. YouTube'ni yurgizishni, yurib ketgandan keyin uni tushirmaslikni, misol analitika pastga tushib ketishi mumkin. Analitika tushib ketayotganda ko'tarishlarni, hammasi bular taktika, YouTube ilmi. Mana shuni bilmasangiz, bitta kanalingiz uxlaydi, bo'ldi, shu bilan o'tiraverasiz. Kuniga $200-300 topib turgan kanalingiz $1-2 tushib qoladi. Nima qilaman endi deydi-da, shu bilan uxladi kanal. Albatta sizga nima kerak ekan demak, YouTube taktikasini qo'llashingiz kerak bo'ladi. Bitta ikkita kanallarni ko'rib, ichida 2 ta 3 ta videosi bor, sirazi ketgan, monetizatsiya yongan, bularga qizib, xuddi shu yo'nalishda kanal ochib, hech narsa qila olmayotgan aka-ukalarimiz tiqilib yotdi. Chunki ular taktika bilan ishlaydi, siz taktikasiz ko'r-ko'rani ishlaysiz. Videoni qo'yasiz, xuddi shu bilan bir xil qo'yasiz, hech narsa qilmaydi. 6 oy kutingiz ham hech narsa qilmaydi. U bir hafta, 2 haftaning ichida yoqib qo'ygan bo'ladi monetizatsiyaga. Subscription uraman deydi, boshqa subscription urishni ham o'zining yo'llari bor. Subscription urganingizdan keyin ham bu sizga 3 kun 4 kun ulab beradi. 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin sirasiz uzadi, bo'ldi, kanalingiz uxladi degani u. Keyin nima qilasiz? O'sha keyinini nima qilish kerak? Albatta bilish kerak, o'rganish kerak bo'ladi. Keyingi maslahat bu tahlil. Bu oxirgi maslahat. Tahlil deganim nima desangiz, albatta YouTube'da
siz ishlayotgan bo'lsangiz kuniga 30 minut yoki 1 soat tahlil qilishingiz kerak o'zingizning yo'nalishingizda. Qilayotgan yo'nalishingizda ishlayotgan yaxshi yo'nalish bo'lishi kerak avvalambor. O'sha yo'nalishda bitta yaxshi yo'nalish tanladingiz, o'sha yo'nalishda kanallarni tinimsiz kuzatish kerak. Qanaqa videolardan foydalanyapti? Qanaqa klikabelni prevyular ishlatyapti? Video uzunligi qanaqa? Minutlari, joylash soatlari qanaqa? Qanaqa taktika bilan joylayapti? 2 kunda bittami, har kuni bittami? Kanalning ichida katta videolarmi, shorts videolarmi yoki jonli efirlar ko'pmi? Hamma kanallarni tahlil. Har kuni kecha qildim-ku, yo'q, har kuni. Kerak bo'lsa bitta bloknot olib, yozib o'shanga tahlil qilish kerak. Juda ko'plab tahlil qilish kerak. Albatta bu sizga ko'proq daromad topishga, ko'proq tajriba orttirishga va yaxshiroq natija qilishga nima qiladi? Yordam beradi. Aytmoqchi bo'lib o'tgan narsalarim mana shular. 5 ta maslahat. Albatta mana shu maslahatlarga amal qilib yaxshi natijalarga erishishingizni barchangizga tilayman. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.